Mana banan ko'chatlarimiz holati mana shu holatda biz O'zbekistonga yuboriladi. Mana bu har bitta paketchasida ikkita, 8 ta, 5 ta ekilgan holatda, shu solingan holatda yuboriladi. Bizda olib ekiladi mana. Pramoy Hindistondan O'zbekistonga kirib keladi. Ko'chatlarning holati mana shu bitta korobkasida kamida 1000 ta, eng ko'pi 1,5 ta ko'chat bo'ladi. 100% Hindiston. Mana papaya ko'chatlarimiz ham sotuvga tayyor bo'ldi. Mana banan ko'chatlarimiz. Kecha yomg'irga usti ochilayotgan bo'lsa parlaydan. Mana papaya ko'chatlarimiz sotuvga tayyorlayapmiz. Har xil razmerda, 30 sm dan 1 metrgacha. Mana mevalari. Mana shu mevalar mana har xil shaklda. Uchigacha gullab so'lyapti. Mana u daraxtlarga ham so'lyapti pishib. Mana ko'chatlarimiz hammasi sotuvda. Mana muhridan. Mana ko'chatlarni chiqaraman, mana papaya. Qarshi 68. Shu ketyapti mana. Mana 14 ta banan. Talimarjon